oilaviy munosabatlarni yaxshilash, qadriyatlarimiz, dinimiz ta'limotlarga hamohang ravishda ayni vaqtda zamonaviy talablarga javob beradigan mana bunday oilaviy munosabatlarni ta'lim berish ham bu demak loyihaning tarkibiga kiradi. Agar yoshingiz 20 va 30 oralig'ida bo'lsa, agar dunyoqarashingizni ufqlar qadar kengaytirmoqchi bo'lsangiz, agar o'zingizni to'lig'icha namoyon qilmoqchi bo'lsangiz, Kompas Liderlar Akademiyasi aynan siz uchun. Siyosat bu jamiyat ishlarining kristallashgan ko'rinishidir. Yangi O'zbekistonda insonlar juda ham malakali bo'lish kerakki, insonlar o'zlarining salohiyatini to'g'ri yo'naltira olish kerak va muammolarni to'g'ri anglash va to'g'ri yechim topish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Odamlar bilan muomaladagi eng muhim jihat ota-onalarimiz va ustozlarimizni xursand qiladigan go'zal